Mumkin eng qizig'i akalar, mana shu ishimizga 1 yil kafolat beramiz. 1 yil. Har qanday xizmatlar bo'yicha 1 yil kafolat. Jihozlarga ham va qolgan kompyuterlarga ham 1 yil kafolat. Har doimgidek ham dizel, ham metan. Bu chakmanimiz ideal holatda ham dizelda, ham metonda bemalol harakatlanadi. Ya'ni 70 ga 30 sistemasida ustunovka qilib berdik. Har doim aytamiz, motor ochilmaydi bularda. Ko'rishlaringiz mumkin mana. Motor holatlari umuman ochilmagan, ideal holatda ustunovka qilingan. Bu mashina asosiy kreditga olingandan keyin bir kun dam olsa ham, bilasizlar, minusga kiradi. O'shaning uchun bu mashinalar umuman dam olishga haqqi yo'q desak ham bo'ladi. Shuncha aytamiz, har doim Isuzuga qo'yganimizdan keyin ko'plar savol berishyapti. Faqat Isuzugami? Yo'q akalar, har qanday mashinaga ustunovka qo'yamiz. Xohlasalar chakman, paf, havo, qanaqa dizel motorli bo'lsa bo'ldi. Faqat bitta sharti bor, umuman ochilmagan bo'lishi kerak. Sababi motor ochilib 100% gazga qilingandan keyin uning imkoni yo'q. Bu chakmanimiz ham yangi bo'lgani uchun ideal holatda 70 ga 30 sistemasida ustunovka qilib berdik. Original reduktorlar, original farshunkalar bilan va 4 ta 150 talik 150 talikdan 4 ta qo'yib berdik. Ko'rish tush holatlariga bitta baho berishlaringiz mumkin. Orqasida joy qoldi, orqasida nimaga joy qolganini akamiz keyinroq, yana pulim bo'lganda 4 ta 150 talik qo'shtiraman dedilar. Shunaqa sifatli xizmatlar bo'yicha akalar telefon qilishlaringiz mumkin. Eng qizig'i akalar, mana shu ishimizga 1 yil kafolat beramiz. 1 yil. Har qanday xizmatlar bo'yicha 1 yil kafolat. Jihozlarga ham va qolgan kompyuterlarga ham 1 yil kafolat. Buni zavoddan 1 yil bermasa kerak, o'shaning uchun bemalol ustunovka qilsangiz bo'ladi. Agar yo'q 100% gazga o'taman desalaringiz, 100% gazga ham bir kunda ustunovka qilamiz. Akalar, shunaqa sifatli xizmatlar bo'yicha pastlarda nomer qoldiramiz. Bemalol telefon qilishlaringiz mumkin. Batafsil ma'lumot yoki narxlar uchun doim aloqadamiz.